Ota-ona tarafidan to'g'ridan-to'g'ri berilmagan bo'lishi ham mumkin. Chunki ota-ona ertalabdan kechgacha ishda, to'g'ri, yaxshi pul topadi, daromadi zo'r, lekin farzandiga vaqt ajratishga imkoniyati cheklanganmi yoki hafsalasi yo'qmi, erinadimi? Shu sababli farzandi baribir otasini yoniga keladi, to'g'rimi? Ada, siz bilan gaplashgim kelyapti desa, meni vaqtim yo'q. Nima demoqchi eding? Maktabimizda pul yig'ilayotgan ekan. Ha, nech pul kerak ekan? Uni gapini oxirigacha ham eshitmay, nech pul kerak ekan? Mana shuncha, ma, ortig'i bilan beradi, bo'ldi, ketdi. Shuni fikrini buzib qo'yib, nech pul kerak? Men senga deb bergandan keyin ertaga ada menga mashina kerak. Ha, mashina kerakmi? Men senga mashina. Bolani xohishi bilan o'sha xohishini amalga oshishi o'rtasida qanchadir vaqt kerak bo'ladi. Chunki o'sha vaqt ichida bola orzu qiladi, xohlaydi o'sha ehtiyojini. U haqida o'ylab chiqadi. Uni tasavvur qiladi erishmagan narsasiga. Shunga intilishni boshlaydi. Orzu qilib xohlagan narsasiga erishgan odam u narsani qadrini biladi. Bir deganda kelgan bo'lsa, uni qadri bo'lmaydi. Shuning uchun u mashinalarni tez-tez almashtiradi. Keyinchalik u mashinalar qiziq qolmaydi, narkotikka o'tadi. Yengil narkotikdan boshlaydi, keyin uni sekin-sekin og'irlashtiradi. U og'ri ham уже keyinchalik qiziq qolmaydi. Nima sababdan? Sababi kerakli vaqtda ota-ona berish kerak bo'lgan e'tibori, muloqoti yetishmagandan kelib chiqadi.